Ikkinchi xildagi kitoblar ham ilmiylik xususiyatiga ega bo'lib, ular odamning o'z-o'zini va ijtimoiy hayotdagi o'rnini hamda u yashayotgan jamiyat mohiyatini o'rganadigan insoniylik fanlariga bag'ishlangan nashrlardir. Ular insonga moddiylikdan balandroq pog'onada turgan holda ma'naviy ruhiy ozuqa beradi. Ma'naviy poklash vositasida u oladigan moddiy foydaning bir necha barobar oshishiga hisob kitoblarsiz ko'zga yaqqol tashlanmaydigan tarzda ta'sir ko'rsatadi. Shu sababdan ham ularni biz insoniylik fanlariga oid adabiyotlar deb ataymiz. Bularning o'quvchilari birinchi xildagi kitoblarnikiga qaraganda ancha ko'p, biroq ularni hamma ham osongina hazm qilavermaydi. Bunday kitoblarni tushunish, mohiyatini anglab yetish, beradigan samarasidan foydalanish shu o'quvchi yashayotgan jamiyatdagi intellektual falsafiy tarbiyaga, undagi yetuk shaxslarning ko'p yoki ozligiga bog'liq bo'ladi va muayyan millat ulug'ligini belgilashda muhim rol o'ynaydi. Do'stlar, endi esa o'ylab ko'ring. 3-xildagi kitoblarni yozuvchi Humoyun Akbarov qanday ta'riflagan bo'lishi mumkin? Izohlarda esa o'z fikringizni yozib qoldiring. Biz keyingi roliklarda 3-xildagi kitoblar haqida ma'lumot beramiz.